Aka 5 kishiga 5 kishi to'yadi degan. Xuddi qilib bering. Bo'ldi ukam, 5 kishi emas, bu bilan choyxona ham qilib bo'ladi. Qara ukam, ketdi mana. Birinchi mayonez. So'rasan. Undan keyin ukam qara, ikkita sayski, rozmetr. Undan keyin ukam pomidor, bodringli. Qara. Voy. Buni ko'rgandan keyin odam yegiz keladi-yu. Voy. Qara ukam. Undan keyin bilasanmi nima solinadi? Aha. Kolbasa solamiz, to'ldirib. Undan keyin bilasanmi nima? Bedanan tuxum solamiz. Aka bu nimani tuxumi? Bedananiki. Qara, ket. Bilasanmi nima nima solinadi? Ayting. Markabcha. Bu nimadan qilinadi aka? Yosh deganmisan, so'zidan qilinadi ekan, qara. Buni solgandan keyin bitta ustiga shundoq qilib so'z qo'yamiz. Tako'y bo'ladi. Ket mana voy. Qara. Voy. Qara ekan. Sanga bu. Undan keyin oxirida mayonez. Voh, ishtaha ochilyapti lekin aka. Bo'lasanmi? Mayonez, mehr, mayonezda hammasi. Mehr ko'zda. Ketchup. Buni narxi bilasanmi nech pulligini? Aka aytavering. Narxi naqd 30 ming so'm. Hakking burgeringdagi 45 ming so'mlik burgeringdan bu 1000 marta yaxshi. Aka lekin menimcha bu choyxona ham qo'rsam bo'ladi. To'yxona ham qo'rsam bo'ladi ekan. Aka bir kelishtirasizmi? Ko'p kishi yesak? Yo'q, 30 ming so'm. Bo'pti, mayli. Pastdagi nomerlarga telefon qilsang, dastavkasi ham bor. Men qildim ish xuddi-ku.